Dünyada Şin, Şin, Ja, Ba, Wang'dan ibaret 5 mezhep var. Ular dünyanın hem yerge tarqalgan bulup, ularning ta'siridan nurg'un qimavozlar yetishib chiqdi. Bularning ichidagi Nivellong navbatdagi qimopirdir. Uningga hech kim tankilanmaydi. Qima shahri Las Vegas. Qimopirmo tamasha ko'rgandim. Men tutishqili keldim. Siz tutishqili kelgan bo'lsangiz, men nima ish qilib beraman? Sizmi Nivellong bilan kelishib qo'ydingizmi? Mumkin emas. Har qetimli qimada men kechikib qoldim. Buni tuztamdim. Siz nurg'un adamlarga kelishib qo'ydingiz, ahmoq qilasiz. Bu nima uchun? Ne efendi keçip gelişiniz kamlaşmagan iş oldu. Köpçülük oldu kalbi kılmanglar. Hemimiz oynaydıgan iş bolgandan keyin ayrım oynaguncha birlikte oynasak yaxshi emasmi? Birlikte? Ne efendi? Bu birlikte birimiz demesi. Siz dokuzumuzga taqabil turman demakchi bu. Hay, siz degan qimopiri, ammo bu da qilsangiz ancha muvaffaq bo'lmasmikin efendi? Yaxshiroq o'ylab beqing. Sizlarning maqsadinglar mening yangmakchi bo'ladi. Men sizlarga o'zimni bir ko'rsatib qo'yay. Bo'ldi, so'z demanglar. Xalqlar qilib qilinglar, xalqlar marhamat qilinglar. Bu qanday gap bo'ldi? Sovetlik qimopiri Dobarov. Fransiyalik qimopiri Faiz. Afrikalik qimopiri Dipkin. Angliyalik qimopiri Danne. Hindistonlik qimopiri Mojindo. Amerikalik qimopiri Taydanson. Koreyalik qimopiri Chin Tunggi. Yaponiyalik qimopiri Shenken Langchang. Kanadalik qimopiri Robarvas. Sizlar har biringlar $1 million ip bergansizlar. Men $10 million ip keldim. Bugun bunchalik ko'p odamni taklif qilganim bilan bir qatim o'ylayman. Odil bo'lish uchun qartni sizlar shilanglar. Eng yeni, eng nadirisi filmlarni ko'rmoqchi va tushunmoqchi bo'lsangiz, Lansuk filmlarimizga qadam tashlab qo'ying. To'rbekat adresimiz www.ticket.cn. Bo'ldi. Qani, o'zinglar aylanlar. Kardeşinsin. Kardeşinsin. Futkan, futağan, tuturdu. Göz, okşaş. Siz yetimime çıkıp
Men bo'ldi degandim bu. Tutqon tutdi. Tutgan tutturdi. Sizlar meni hargiz tutanmaysizlar. Endi kilaqitim o'ynaylik. Bu daqsin bo'lmaydi. Liyatandi, men Shanganliq muxbiri. Shanganliq dedingizmi? Men sizdan bir ishni so'ramoqchi edim. So'ramasangiz bo'ladi. Qandaqli ish bo'lmasin, Shanganliqlarning qo'shiladiganligi ish nima? Nayta oddiy. Yengilgan xor bo'lar. Yengan bag bo'lar degan gap bor. Yolunu boştala. Tek yol verin. Hey, tağa. Başına del. Özüm başına den. Çok apa, küçük apa. Mana keldim. Bugün qandaqlayıp baldık kep qaldım. Çok apam çok. Kima o'ynag'il ketmamdi. O yeni ketdi mi? Men hozir nim dedim, sen haqiqatan aqlliqda, sen yana tep olding. Men dedim juma. Men yana oshkorlab qo'ydim-da. Meni bu og'zimda. O'g'lingiz keldi. O'g'lingiz keldi deyman. To'xta. Aldı bilan. Aldı bilan. Uyuğu bu şunda qiladi. Aldı bilan tutgan narsani beringlar. Sizlar kutib olsanglar, shunda qilsizlar bu. Çok apa bo'ldi qilsangiz. Men pul tushmadim. Meni o'ynaganim g'azga o'tdi. Buni sana beray. Ala. Bugun hammani tutma, intayin qo'shan. Qilgan ishlarni qara. Nima javob berdi? Qanday gapirgan sizni kim boshqitdi? Akam, sen nimasiz kelding? Ben Ko'ktatga keldim. Nima, Ko'ktatga keldingmi? Bugun iliq o'rin. Ko'ktatga kelmasdi. Senim uni yomon o'g'itib qo'ygan, shunda qildi-da. Undaq emas, uning ayoli doktorxona kirib qapti. Sen ahmoqdisa. Sen buni rostab qopsan-da, hech kim unga ishonmaydi. Sen uning oldini qopsan. Sen kimni ish chaqiraydi, ha? O nima uchun meni aldaydi ekan? Bo'ldi. O Ko'ktatga kelgan chaqda rosa bir adibin bamsan. Unchilik qilishning nima hojati? Alim, men sen tag'anani askaraklab tayyorlab qo'y degandim. Voy, men chetlarda chiqmayman. Oldinga borman. Bo'ldi, qilsangchi. Yo'lga chiqadigan odam avar bo'lmasang bo'ladi. Akam, sen kichik vaqtingda tayoqchi berib taqmagan tursang, men qandaqim azirmay tura olayman. Ko'ktatni elish yordamlashinglar. Men yana Saydog'amga beli qabrib beraman. Nima deding? Saygani beli qabrib. Undaq bo'lsin, bo'pti. U yer o'ta yo'lib tursa, men mangdim. Bu balaning kichik apsiniz-da. Sizmikin deb qolaman juma. Bundan xotirjam bo'ling juma. Men 17 yosh vaqtimda u 1-sinfda o'qiydi ekan. Sizni bola qaray deb aytganman, nimaga kelasizdim? Sizib qo'yamdim ya. Meni kir yuvib, tomoq etib, uy tozalaydigan xizmatkor qilsiz-da. Og'zingizni yuming, to'liq ko'tildan emas, berib ishingizni qiling. O'zingiz ko'tildimay, g'az qabingiz. Yana gap qilsa tayoq yeysiz. Tayoq. Sen meni urishimga ishonmaysan. Aqlli bo'lsang tezroq ket. Bo'lmasa yuz xato qilmayman juma. Sen xon jamoatining soqchisi bo'lmasan, sening ketmon nima qilmoqdakmi? Sen yana meni uchishimga teknik qilyapsan. Sen qarang. Güzel sana oldu. Sizlar nima chiqyapsizlar? Bu sıra olib qoldi. Ishkilab qo'nishamsizlar. Men uni yordam chaqiraman. Sizlar bozroq desanglarmi, chiqmay ketdinglarmi? Sen bozroq turma. Meni farq etmayapti. Bu opingiz oladigan beliq tursa, kechib ketsin bo'pti. Bu dadamizning beli tursa. Tap. Yaxshi, ura. Qarang. Ular urushyapti. Tez kelinglar. Ular urushga kelinglar. Tez. Ular urushib ketdi. Akam, tez bo'l. Yana so'qishib ketdi. Tez bo'lmamsan. Tez bo'linglar. Belimda bo'g'a ishgan ku. Nima degan yaman? Ishkinglarda 10 yilda qo'ygan mushunda urushib kelibsizlar. Sen bizni ko'rib olmading-ku. Tuxumdan ikkini qo'rib o'tdi. Kichkapa.
tag'am cho'ng opam ishkanlarni tuxumni osiysin. Bo'lmasa xolesterol ko'payib ketadi degansiz. Hay, cho'ng opam qo'rqqan bilan mening salomatligim yaxshi tursa, men nimadan qo'rqadim? Nima deysiz? Salomatlik yaxshimish desa. Men ishlarni qarmamdigan qarib qo'ydik, lish. Ha, shunda siz anglamaganmi? Men sim sat bo'lgan bilan pulni o'qitdim. Hey, akang, dadang uchun isiriq sap qo'ymamsan. 2 oydan oldin nazar qilgan tuqqu. Hey, sen hozir yo'liq chiqmoqchi bo'lyapsan. Sham yiqib dadangdan madad kelishing kerak. Kela. Hey, biroq basaqchi, men birini yiqib qo'yay. Nima deysiz? Hamma ish sizning o'lishingiz bor ekanda, gapdan ketkizib qo'ymang yana. Akang kela. Dadang uchun isiriq selib madad tiligin. Akang. Men kichik opam bilan maslahatlashdim. Sening omingga yolg'iz berishingni shunda. Biz ikkalasi omingga olib qo'yaylik. Shundoq bo'lsin. Ko'rda setishni qada qilamiz. Oling bor emasmi? O'zi ish qilmay qo'rqitilib baqadi. Vaqti kelganda uni yana o'qitaman. Falchi meni talaylik kelsan deydi. Mening qishimga qarab beqilaq. Qo'tildaraman. Agar yana so'z deydigan bo'lsangiz, advingizni bermang. Qani, advingizni sizlar beraman. fursatdan foydalanib oming berib qilmoq o'ynamoqchigansizlar. Undaq emas. Shundoq qilmoqchi. Sen uning gapiga ishonma. Biz bilib berish kerak. Shuncha kasb kelgan kimdi bu? Tozma. Vah, ajab yaxshi. Kirib, o'tiring. Qo'y, hozir sizlar uyni beshinglar kelgandinglar. Siz kim yangdi? Biz ota-bola ikkimiz oldin qushni navbatda tanishib qoldik. Qanday qilgan ekanman? Ay, oling siz berib azoq ichimni kelamsiz. Bu yoqqa keling. Hay. Akang, olmay qo'yadigan bo'libsiz. Men sizni o'zib qo'yamaydigan bo'ldim. Daryo, Yevropa bormisan? Bu siz qilgan sovg'atim. Bo'ldi, so'zchi. Ay, kelishni unutib qolmang. Unda qiz bilan qilmang. Xayr xo'sh. Ay, akilab ko'rib boqaylik. Kelinglar, xatir qo'ying sovg'a qilib. Bu dastakan qo'y. Hey, bu biliq burish nima ekanligini men uni kichikdan taniydigan tursam, uni kim bilmaydi. Hey, bundoq desangiz qanday bo'ladi? Mana bu amaliyot emasmi? Bu rasm bergandan yaxshi. Voy, hajab qo'tildaydi ekansiz. O'z gapimizga kelsak, bularni hammasi kichik gap qoldik. Qarang, mana men tutdim. Cho'g'adan qanaqroq? Ay, men istem bo'ldim. Ay, ko'rib taqlar. Sayinimda turasam, qanday ustuma? Meni ayiblaysiz. Sizlar nima o'ylab qilmayapsizlar? Hey, sen nima ustisa? Agar bir necha yil o'ynagan bo'lsa, jo'sam xuma bo'lib qolgan bo'ladi. Cho'g'apa, shapa bo'ldi, qilsanglar-chi. Hey, o'yinimiz qanday tutib bo'ladi? Qima o'ynash bu yaxshi odat emas, ammo qima bir niralar o'xshash chiqqan bo'lsa, bek yaxshi bo'ladi. Shundoq. Sen hozir ishlayotgan qima xallanig'aysiz, shuningki, kunlarning birida o'zin yoqtirib qolsa, u chog'da seni qima. Yo'q, qima o'ynab yaxshi ko'rmayman. Ana tag'amni qishqib berib, oshpazchilikni o'rganaymi deyman. Bildim. Hay, siz berib bir necha sekretda bo'lmasa, xotirjam bo'lgan akam, opam qimog'ini to'pib ketmaydi. Boshqalarni qahtoq qilmasa, qanday beyg'il bo'ladi? Cho'g'apa, kichik apa, bo'ldi, uzatmang. Bo'ldi. Kirib ketgan, kechikib qolmagan yana. O'zingga taqib bo'la. Xo'sh. Nima qilyapsiz? Siz qo'rqinchni his qilmadingizmi? Biz oldin ishdan kirsak, tutyapti. Qanday qilamiz? Men og'dir. To'g'ri. Ay, to'g'ri. So'ng qarg'umchida qilsam, osmonda degansiz. Qaqilandi. Hey, kelinglar, qaranglar. Hey, nima qilganda? Qarab qo'yaylik.
nima degan chiroyli. Oho. Nima degan nima deganda? Biz bunda qo'rqsak yaxshi bo'ladi. Nima degan ketgan? Kalli shundoq qilaylik. Sho'qilsa bo'ladi. Ular keldi. Biz chiqib qarab baqaylik-chi. Biz bu yerda saqlab turamdik. Yo'llar chiqaylik. Qarab baqaylik. Yo'llar. Chiqaylik. Baqaylik. Hammamiz chiqib baqaylik. Ular qimaqanning qo'ltig'ichildi. Shu. To'liq xursandlik qilma. Buni bilmasang, nima ish qilib keldiramsan? Men tag'amni oshpazlikni o'rganishga deb kelgandim. Oshpaz bo'lsa ham yarashaqqa. Oshpazlikni o'rganman debsan? To'g'ridan dastlashlik yaxshi emas va. Qanday degan gap bu? Oshpazlikni o'rganishdi. Sizlar nima ish qilyapsizlar? Ha? Sizlar qalayim qanchalik to'ldirmoqchimi? Qaytib chiqishga kim boshlamchilik qildi? Demasanglar mayli. Men hamon bilib qolaman. Mening laqimim Yakshashma. Ammo yana bir ko'zim hammani ko'ra oladi. Menda yushurmiz deb o'ylamanglar, chunki meni hech kim oldiy olmaydi. Men boshqalarni oldiy olayman. Faqat men oldiy olayman. Understand? Shundaqmi? Elim. Biz sizni kutamiz. Adam 36 parazni unutib qolib bo'lmaydi. Bo'lmasa hammamiz uni unutib yetdik. Nima deyapsiz? Sizda ishni oldik. Mandaq qilgan ishlarni qachirib. Men qachirdim. Sizmi shin ekansizda? Og'zingizda shumang. Hozir 320 qoldi. Islomga yaxshi. Tutmasam siyan taqdir. Albatta bilib boraylik. Voy. Alloh salohi bu. Rasmi. Kene bastı. Bunu çıktı. Ezizo. Çıkma. Ha bu çıkma. Oldu. Zaman evet. Besula. Kene besula. Bana bastı. Ezizo. Bu yerda ezilganlari bu qimaqanning 36 farzi. Keyin sizlarga bir-birlab bildiraman. Chungayning o'tini yer, kaskayga tezaklash bo'lmaydi. Mana bu chiqariz. Yenigirak bo'lsa qo'li kesiladi. Eg'ir bo'lsa o'ldiriladi. Sizlar tushungansizlar. Qimaqanimizga kelganlarning hammasi qimaqanni qaytib ish qilish kerak. Qaysi biringlar bu yerga kelib qimor bir bo'lishni, bir-birni beyib ketishni o'ylamaysizlar. Cho'ng'inglarni o'ylayotganda mendan hargiz yushirolmaysizlar. Bu jadval to'ldiringlar. Mana. Ma'qul efendim.
Ömürdeki birinci arzu degan katakshni to'ldirsanglar, men sizlarni amalni bercha yaxshi o'rinlashtiraman. Tushundinglarmi? Tushundim. Sizlarning haqiqatan omadinglar bor ekan. Kelishinglar bilan o'yin qisib ketibdi. Turlar qarab boqay. Bosdim. 50 yaxshi. Shuna vaqtman. Ay, vaqirab ovozimni tutib ketdi. Ko'p emas, tashlashim xatdi. Hay, yana o'tirmasangiz bugunga qalab qo'ymayman. Azraqni jur'at qilolmayapman. Ay, sizlar o'tirmatligicha bo'z qilmaydigan o'xshaysiz. Voy, bola so'lib. Menga oyoqda nima bor? Qarab boqaylik. Hey, bosdim. Tamam, yango. Ay, anne. Talibni. Allah bakayım. Yana aldığına bak mı? To'xta, men bir qo'l o'ynab boqay. Eng yeni, eng nadir filmlarni ko'rmoqchi va tushunmoqchi bo'lsangiz, Lan Sulu filmin birimizga qaram tashrif qiling. To'g'ri bekat adresimiz www.lancheket.cn. Karo. Ay, maqarada qarmamda. Mashina qarmamda. Tozimi bir qog'oz chiqdi desa. Tuz chiqsa ben yaxshi bo'ladi. Tuz. Voyja. Tuz. Voyja. Ha, yaman kel. Sizni kasapçınız ne uçturmuşsun? Özünüz oynayayım deb gapsiz. Kim sizni oynamdi? Kim? Nima deydi? Jurunglar. Men malayli. Jurunglar, ketaylik. Sumaklar uyga berib o'ynashni xohlabsiz? Qandaq? Men tushunmadim. Ben tushunmadim. Bu ketdi. Voycan, bu qaytdim ajab omadim qashdi. Nima bo'ldingiz? Qilib ko'rasiz-ku. Hammani ustirib etdingiz. Siz taqa pulim ko'p deb o'ylaganmidingiz?
Men sizga qayil bo'ldim. Endi o'ynaman degandim qo'y, har qatimda shunday qilasiz. Tezroq chiqaring. Nimani? Pulni. Ay, nari pul bor bo'lsin, tasa qag'izda solba. Hey. To'la xubsalik qilmang. Bir umr ajizingiz bo'lib o'tishdi. Gap qilmasam, shuni xabar qilamsiz. Nima bo'ldi? Avsobkingiz bexatar sandiqda puxta. Cho'qim adroq yoshirib oldingiz-ku deyman. Yo'q dedim-ku. Chiqaring. Rost yo'q. Chiqaring. Chiqaman. Pul yo'q dedi. Qo'shiqlar ching'orib ketdi. Qanday qilaman? Aralashib qo'yma. Musho. Kelar qadim jiqaloq yoshirlar. Bu aynaga. Futurgan pulini qaytarib olmagan. So'zishni bilmasam, so'zib nima qilaman? O'zi so'zib qaytarib deyishgan chiqqo. To'liq meni qag'averma. Bo'lmasa Cho'ng opa, kichik opa, sizlar qo'lga ilindinglar. Bildik. Sarang bo'ldingizmi? To'liq ko'tildan verdi ekansiz. Pul o'tish degan jinoyat bo'lmasa. Cho'ng opa, sen yigitini qama o'ynamasang-chi? Hey, sen tag'amni uchratdingmi? Yo'q, bugun ozroq mikrob bo'lamanmi deb. Gapni boshqa yoqqa burmoqchimisan? Sizning bir ulushingiz bormi? Hey, cho'ng'ada, meni bilan nima munosabati bor? To'liq ko'tildimay. Yo'yinib uxlang. Siz meni keliningiz ko'ryapsiz. O'zimni tutib olmagan bo'lsam, terk o'lib qolardim. Dadam bu nima topgan bo'g'aydi? Opa, o'tib ketgan ishlarni tagimisan-chi? Belimi yaxshi, dadam o'lib ketibdi. Bo'lmas buni bosh qo'ymayman. Meni aldab, yana bir nag'inni qaramanda. Cho'ng opa, bo'lsan-chi? Dadam pek ashkazgachi bu. Sen hozir o'qishning gapini qilganding. Pul to'laydigan ishmikan? Cho'ng opa. Ma'qul. Seni avar qilmay. Hey, qimmat tutishning yaxshi usul bo'lsa, men aytishni unutma. Men yataq qaytdim. Endi o'ynamagin, ha? Ma'qul. Men bir kunlik uy ijarasini topshirdim. Sizlar adil qaytinglar. Ma'qul. Abiyay pul qilganimda ma'nim bor. Shanganga qanday qaytaman? Ey, tazimi bir ahmoq bola-da bu. Ketdimi? Bugun 5 soat nima kiyib oldingiz? Hey, siz bilansiz. Qarang, yuyinish bek rohatga. Men qo'zig'im bek kechikkan. Berib yuyinin. Men sizdan o'tinay. Sarang bo'ldingizmi? Qo'sa qashqandan keyin tamoq yeydigan ishda. Yotoq haqqi bek yo'q ekan. Xatirlab qo'yaylik. Xatirlab qo'ysaqmi, o'xshashli pul to'laydigan gap bu. Kim biladi, qamoqxonadan bir taklif qilaman. Siz yana qamoq o'ynamoqchimi? Tez berib uyquga qo'ying. 20 soat ochiq turadi. O'ynamsam pulni qanday qaytarib olaman? Siz yemisiniz, o'zim buyurtay. To'xo kopi bilan to'xo sho'rpisi. Men sizni yemaydigan joyga aytdim. Birisi mehmon qilaman davasi yemaydigan ish bo'lamdi. Shuni bilan. Voy, yaxshimisiz, xizmatkor? Efendi, qanday qilamiz? Mashin to'xtatish maydoniga berib, ularning Bentley markali mashinasini suvchiga setib beray. Bu ajnabiylar junguliklar ko'z yilmaydi deb. Yagani kelsa o'xshash to'g'ri. Efendim. Siz bek mıcık tuturamazsınız. Mana. Kelin. Efendim, sizler avval çıkala. Ben hemen. Yani kilişimleri karşılığımız bu ecnebilerinize yoklular. O tutqağını taslı kaptı ben. Sizlerki kaydır beni. Hayda. Uyuğunuzda adamsa? Vay ne kettin? Pazara çıktım. Tuncu günlü qaydı xilaplık qıpsa. Ondan emas. Boldu düşendirmegin. Çok adam bo'lib qolgandi ekan. Nima qildiganligini bilishing kerak-da. Uyingni topolmasang, ajratgan duqligin. Nima degan qo'pol? Hey. Ha? Meni chaqirdingmi? Bu şeymi? Rahmat sana.
Agar sen bo'lmagan bo'lsang, men hojatxonada o'qilgan bo'lardim. Mening ismim Akam. Seningchi? Ha? Jiji demsa? Kechir, men qasddan qilmadim. Yo'q. Ish yo'q. Men sizlarning iltimosinglarni ko'rdim. Ko'p sondikilar qima maslakchisi bo'lamiz debdi. O'rganmay turibdi qochmoqchimi? Mana bu qimadagi ikkinchi paris. Men sizlarga xizmat taqsim qilib qo'ydim. Xo'p, efendim. Nima ishing bor? Mana bu Jahname. Nima? Jentaga qandaq? Niye badi xabar qil. O'zini oshkorlaydigan vaqt kelib qolgandi. Tez mangayli, tez qachayli. Nima qo'doshyapsiz? Turinglar. Avar bo'pti, taqtimsanglar bo'lar. Sizlarga isbot qilinglar. Pulni topshirib qo'ygan-ku. O'g'o shundoq, biroq oqsham yegan tomoqni 300 koy pul deb topshirmoqsizlar-ku. Shundaqmi? Unda emas-ku. Oqsham siz tomoq yemadingiz. Men yo'q, yemedim. Efendim, siz datdagi xato qaramagansiz. Undaq bo'lsa bo'pti. Amsa saqchi chaqiraylik. Balkim u ham qilgandir, ha? Bo'ldi, ishni ching aytmoqchi. Shundaq. Nima ish bo'ldi? Hech yo'q. Uyat bir pulni tutilib deb, hisobotni boqmay ketmoqchi bo'lyapti. Ay, efendim, opera qarab bekib bir ish qilsangiz bo'larmikin? Saqchi chaqir. Efendim, xatolashdingiz. Bizni bu qidim kechiringlar demoqchidim. Opa, nima bo'ldi? Balam, Akam qara, ular meni bozib qo'ydi. Bu xina oqsham yegan tomoqni pulni topshirmay ketmoqchi bo'lyapti. Men sizlarga ishildilarga pul bergandim-ku. Voy, pulning hammasini uqtiribdi. Jentaga saqchi chaqirimdi qandaq? Efendim, pulni men to'libdi. Ulasini nima? Opam bo'ldi. Ikkilisi, shundoq birisi cho'ng opam, birisi kichik opam. Pulni sen to'lamsan? Ben nishar ishlab o'tgandan keyin keyin to'lsam bo'lar. Yandı keldingmi? Shundaq. Ondaq bo'lsa mayli. Meni oldimi Juma? Ma'qul. Biz mangayli. Rahmat sizga. Javob. Voy, bo'ldi qisqancha. Sen bag'an sirdadan o'xshab qalasan. Xatoligimni to'ladim-ku. Shundaq mayli. Uyga qayt. Nimaga baqiraysan? Apa bilan. Voy, bo'ldi qil. Men paraxod chiqishni bilmayman. Uni paraxodga chiqarib qo'y, bo'lmasa yana qima o'ynaydi. Men sizlar qarab turmasam yana qima o'ynaydigan o'xshasa. Shundoq cho'qim o'ynaydi. Cho'qimsizchi. Paraxod beltigini boshqa hech nima bo'lmasa, men nima bilan o'ynayman? Kichik opa uni qarab tur. Hay, bo'lmaydi. Men uni qaramayman. Bo'ldi, bas soat qancha bo'ldi? Men bo'ldi, soatimni uqtirib ha? Men uqtiribmadim. Bir yerga saqlab qo'ydim. Bir necha kundan keyin ilib olaman. Bu mening soatimni uqtirib. 15 kun qoldi, tez bo'linglar. Akam ishingga berindagi tunchi kunni sakkanib qolmaydi. Bu 50 kun pulni sizlarga ber. Bu yerda qima o'ynaydi. Yana qima o'ynasang tuzlamayman, Juma. Bo'ladi. Chatoq. Endi o'ynamagan. Ma'qul. Xayr xo'sh. Hay, Jomada, yana o'ynamsiz 15 minutlik qoldi. Men berib, tuxum qo'shkilar kelay. Oya siz aytibdi. Jiraqroq basak, azara qilamiz emasmi? Hay, meni arvoh o'tiribsiz, 50 ko'yli bos bo'ldi. 50 ko'yga biz seni olib qo'yaylik. Hay, cho'ada, bu yerda bakat. O'sha yerda qalaydi. Yaxshi. Oyadi ba. Oyadimi? Bo'ldi.
ayadi Mubaka. Tezroq bo'lsangiz, vaqt to'shib ketdi. Nima qilyapsiz? Bir ne yeb qo'ymamsiz, ha? Mayli. Araxot berib ketgan bo'ldi. Vaqt to'shib. Mayli. Tez bo'lsangiz. Şunlar tamam yedi bakayım. Bergen, tamam ye. Bergen tamam o'xshabdi. Aji. To'qib ochiqni ajimaq tasmikan. Og'indarchilik yuzasidan sana yeyish beraymi? Ne qo'ysa? Ne qo'ysa? Tamamını ye. Ala. Rahmat. Og'indarchilik yaraydi ekansan. Biroq u bir xizmat gap qilolmaydigan kekashga uni ustixon g'ajayman deb qiynalib ketgani ko'midimi? Yana uning og'indarchilik qilay. Pul odam bo'lsa qilmaychi bu? Nima? Sen o'zingga odam bo'lsa qilmayman. Talashmanglar. Xizmatida razı bo'lmaganlar bormi? Rahmatlar, rozi. Boshliq tomoq yedingizmi? Razı bo'lmaganlar bormi? Boshliq. Men oshxona ishlaymikin deyman. Sen razı bo'lmadingmi demoqchi bor? Men oshpaz bo'lmoqchi. Razı bo'lmasang ishlaysan, tanlashib bo'lmaydi. Hoji, berib uxla, men ishlay. Mening uyqum kelmadi. Ishlab bo'lgandan keyin bir gap bo'la. Bo'ldi, uxla. Çedağa, eliqi pulni berayday. Hay, bu ciciq pulni yinilsab yurgicha balduroqman qaytirib bersam bo'lmamdi. Sizni nereden tepishni bilmagachga yeni maqsad yurdim. Sizni uchratganda qaytirib bermoqchidim. Asta son qaytiradigan poch pul yo'q. Bo'ldi, kalam bo'ldi. Ma'qul. Sening menda yana 36 ko'y pulim qoldi. Agar o'zimni olaman desam bo'lmaydi-jumi? Nimadan deb yurisiz? Bugun men sizga rahmat aytsam bo'ladi. Meni kimligimni bilamsan. Kechiring. Bo'ldi, xijilma. Men seni faqat sinab baqdim. Sen jazolandingmi? Unaqa emas. Uni boshqalar bo'lsa qildi. Boshqalar bo'lsa qildi. Bugun kechda uyqum kelmagachga azroq ishlaydigandim. Mundaqda. Xayr xo'sh. Kechiringlar. Sizlar bizga buni yetkazinglarmi? Saqlayolmaymiz. Xo'jayinga bo'lsa tushishimiz kerak. Mening bir tishlam pul kiyim kelyapti. Sizga pul beramayman, ammo tinimni sotolmayman. Bu boshqa pul yasalmi? Singlingizni kechirasiz. Men uni quti qabul qiray. Ale, o'tara yevale. Quloqsinlar. Men bir xabar oldim. Bir sirliq odam Nivalinglar tushirgan. Sizlar angladinglarmi? Bu adamning qanchalik karamati borligini ko'rib beqinglar. Sevalloning Las Vegasda 10 qimavasi taqabul turganligini allaqachon anglagan deb. Qobiliyati bo'lsa-mu bunda qaramli qiz bo'lmaydi-da. Ko'pchilik. Yana shunday qilaylik. Qima o'ynaylik. Qanday o'ynaymiz? Amisa, men bosh bo'lay. Nivalni ufqanchilik tikiman. Qanday dedim? Shunchalik oz chiqaramsa? Amisa, sirliq odam tutganning ishkasi bo'lsin. Shunday chiqaramsa? Ko'pchilik bu sirliq odamning usulining to'g'ri xatoligini bilmaysizlar. Shunday qilsa hozir bo'ladi. To'g'ri hozir. Boshqa keldi. Ben niyat bendimiz için 1 milyon tikdim. Boshqa. Sizlar bek ahmoqkansizlar. Qanday odam o'tiruvchisi qalayotgan? Hech qaysinglarni kallasi ishlaydi. Niyat bendim 30 yil qima o'ynab, bir qatim o'tirib baqmagan. Sen buni uchrat qila olamsan? Tutanmasa o'ynamasdan qimat 3-chi bariz.
Tamıqlarını yanla. Derhal berip işlanla. Hop başla. Hop başla. Kanka, tamak yeli. Demeyme. İşimiz qandaq buldu? Ha? Sen berip de akıllı verme. Yigit, bir iş oldu mu? Yardım gerek mi? Eşnim bulmadı. Şangan qaytayım ki deyme. Şangan qaytım ha? Benim qamaxanda işligim yok. Hay, bu dexe tuncu qadam yol qo'yib ishlasan, bir yarim yilda qamaxani ochalaysan, uni ustiga cho'tir olasan. Cho'q qamavazlar bilan uchrasha olaysan. Biroq men qamaxandagi ishlarga ancha qiziqib ketmayman. Hay, nurg'un odamlar kirimiz deb kiramayotdi. Sen qanday qilishni o'ylayapsan? Mening orzuyim oshpaz bo'lish. Sizlar tegmanda 36 qo'y pulun qoldimi, ha? Bo'ldi, olmayman. Yo'q, bo'lmaydi. Men prinsipda chiq turadigan odam. Cho'qim qaytirib beraman. Hozircha menda qilib qolsin. Bo'ldi, bu gaplarni deyishmayli, deb tamog'ingni ye. Bo'la. Ay, bo'ldi, olmayman. Mush bir neyla. Ha? Endi bir ne? Buni qo'shib qo'yaylik, ha? Bo'ldi, mushni. 7 cho'zib ochdi. Bo'ldi, 7 cho'y hisoblaylik. 56 qo'y. 56 qo'y. Bo'ldi, 60 qo'y bo'lib ketsin, ha? Tag'a, rahmat sizga. Endi kelasiz, ha? Tag'a, endi kelg'inchimi? Xayr, xo'sh. Qarang, uni kelib qoldim. Sirayli, sirayli gap qo'ydim shu. O'lgur. Sen öldürdün. Demek doğmaysan. Hiç mi yaramaydı? Benim o vaktimde başkalar tatı aldı. Canlı karak bulmak sen. Sadık olmak için karak bu pahane keşke adam sabah. Sen bu bir iş isteysen. Ahvi! Ahvi! Kaçan qaytib keldiniz? Apam qani? Ha? Men sizdan gap so'rayapman. Hozir keldim. Siz ishlimisizmi? Mening shogirdim ishligim yo'q. Yaxshi, men sizni qo'llayman. Kitganingiz nest bo'lsin. Hay, onsoz demoqchi qurib ketdi. Sizga birdan adresim beray bo'ladimi? Hay, qo'sh, anglashmoqchimi? Endi so'rasam bo'ladimi? Shikil opingiz tez qaytib kelmadi. Uzoq emasdi. Eng yeni, eng nadir suluq filmlarni ko'rmoqchi va tushunmoqchi bo'lsangiz, Lan suluq filmin birimizga qadam tashlab qo'ying. To'rbekat adresimiz www.lanticket.cn. Hey, quruq bo'lib yeyaversangiz, oshqozon kesilib qolsiz.